Sizda ham shunaqa ko'p bo'ladimi? Qaror qilishga ikkilanasiz, nima qilsam ekan deb ko'p o'ylayverasiz, bitta to'xtamga kela olmaysiz. Qaror qilgandan keyin ham harakatni qanaqa boshlash haqida boshingizni qotiraverib, ito'ga o'sha narsa qolib ketadi joyiga. Bu nimadan kelib chiqadi bilasizmi? Bu siz yo o'tmishdasiz, yo kelajakdasiz, lekin hozir va shu yerda emassiz. Buning uchun hozir va shu yerda texnikasini siz to'g'ri amalga oshirishingiz kerak. Nega? Chunki inson hozir va shu yerda fikrlashni o'rgansa, u kelayotgan vaziyatlarga optimal darajada yechimlarni ko'proq ko'radi. Bitta yechim emasda, misol uchun kamida 3 ta yechim topa oladi. Agar u hozir va shu yerda fikrlasa, bu qanaqa holat? Hozir va shu yerda bo'lish bu organizmni eng resursli holati hisoblanadi. O'tmishda yuradi yoki kelajakda va resurs ikkiga ajralib ketadi. Momentda bo'layotgan vaziyatlarga resursli holatda bo'lmaganini hisobiga javob ham topa olmaydi va qaror qabul qilishga ham juda ham qiynaladi. Nimaga? Chunki uni resursi yo'q, ya'ni kuchi yo'q. Qaror qabul qilish uchun siz mas'uliyat olishingiz kerak. Mas'uliyat olish uchun insonda kuchi bo'lishi kerak. Kuchingiz bo'lmasa mas'uliyat ham ola olmaysiz. O'shaning uchun hozir va shu yerda texnikasini amalga oshirishingiz kerak va bu doimiy takrorlanib turishi kerak. Bu texnikani podrobno amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada menga plus belgisini qoldiring. Men sizga podrobnoy gayd jo'nataman, uni qanaqa amalga oshirish bo'yicha. Qaror qabul qilishda eng zo'r fishka. Qaror qabul qilishda ikkilanayotgan odamlarga jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi inshaalloh.